Salom do'stlar, bu Aleksandr Tkachenko va bu videoda biz Royal Hawk xizmati haqida gaplashamiz. Royal Hawk bu reklama xizmati bo'lib, unda siz birinchidan yuqori sifatli reklamani arzon narxda olishingiz mumkin. Ikkinchidan, siz hech qanday investitsiyasiz reklamalarni tomosha qilish orqali kuniga $20 gacha pul topishingiz mumkin. Uchinchidan, siz xalqaro global to'lqinlar orqali oyiga $2000 gacha yoki undan ham ko'proq pul topishingiz mumkin. Savdo taklifnomalarisiz, shunchaki global matritsada atigi $50 evaziga joy ajratib qo'yishingiz mumkin. Xo'sh, endi uning qanday ishlashini batafsil ko'rib chiqaylik. Bugungi kunda reklama biznesining yillik aylanmasi $1 trillion dan oshadi va har yili u faqat o'sib bormoqda. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Har 7-10 yilda reklama bozori 2 baravar ko'payadi. Ya'ni bu faqat o'sib borayotgan va doimo o'sib boradigan oltin koni, chunki reklamasiz hech bir biznes omon qololmaydi. Royal Hawk sizga dunyodagi barcha pullarni to'lamasdan ushbu bozordan o'zingizning pirogingizni ajratib olish imkonini beradi. Xo'sh, reklama beruvchilar nimani olishadi? Sodiq auditoriya, e'tirof, ortib borayotgan ishonch va oshirilgan budjetsiz mutlaqo arzon narx. Banner reklama, kontekstual reklama, video reklama, maqsadli reklama. Va bu faqat allaqachon amalga oshirilgan narsa. Kelajakda boshqa reklama imkoniyatlari ham bo'ladi. Bunda reklama beruvchilar o'z reklamalarni butunlay bepul qilishi va hatto bundan yaxshi daromad olishi mumkin. Shunchaki hamkorlik dasturi imkoniyatlaridan foydalansa va hatto hech kimni taklif qilmasa ham. Agar umuman budjet bo'lmasa ham, hammasi juda oddiy. Pul yo'qmi? Reklama ko'rib, kuniga $20 gacha sarmoyasiz daromad qil. Agar 10 ta odamni hatto bepulga taklif qilsang, shu harakatlar uchun 10% ko'proq olasan. Shu bilan birga siz barcha taklif qilingan tavsiyalardan chiziqli bonusning 10% ni olasiz. Lekin bu yerda eng qiziqarli narsa global matritsa. Kirish narxi atigi $50 ni tashkil etadi. Shundan 35 tasi biznes maydonini faollashtirish uchun va 15 tasi oylik faoliyat uchun. Siz bir marta joy egallaysiz va daromad doimiy ravishda keladi. Va eng muhimi, bu yerda siz hech kimni taklif qilmasdan ham pul ishlashingiz mumkin. Chunki bu yerda yuqoridan pastga, chapdan o'ngga avtomatik ravishda toshib ketishlar mavjud bo'lib, matritsaning barcha bosh katakchalarini navbat bilan to'ldiradi. Va siz ushbu toshib ketishlardan shaxsan taklif qilingan sheriklardan olganingiz kabi daromad olasiz. Va bu yerda hech qanday malaka yo'q. Va agar siz ko'proq narsani xohlasangiz, shunchaki biznes joylashuvingiz sonini ko'paytiring va bir xil tuzilmadan bir necha baravar ko'proq daromad oling. Matritsa juda oddiy ishlaydi. Bu 15 darajagacha chuqurlikdagi ikkilik matritsa. Ya'ni sizning asosiy biznes joylashuvingiz ostida ikkita katakcha mavjud. Birinchi qavatda, ikkinchi qavatda to'rtta katakcha va boshqalar. Siz ost tuzilmangizdagi barcha biznes joylardan, shu jumladan o'zingizning qo'shimcha biznes joylaringizdan ham daromad olasiz. Agar sizda bitta biznes joy bo'lsa, sizning tarifingiz silver bo'ladi va sizga matritsada 11 daraja ochiq bo'ladi. Maksimal daromad esa $2047 ni tashkil qiladi. Agar 2 biznes joyingiz bo'lsa, bu gold tarifi va sizga 12 daraja ochiq bo'ladi. Maksimal daromad $6142 ni tashkil qiladi. 3 ta biznes o'rindagi platinum darajasida. Siz uchun maksimal marketing va barcha turdagi bonuslarni ochadigan maksimal tarif. Matritsa barcha 15 darajani ochadi va matritsadagi maksimal miqdoringiz oyiga $65534 gacha bo'ladi. Shu bilan birga hech kim sizni biznes joylari sonida cheklamaydi. Siz ulardan xohlagancha ko'pini faollashtirishingiz mumkin. Qancha ko'p biznes joylashuvingiz bo'lsa, bir xil tuzilmadan shuncha ko'p daromad olasiz. Bu yerda hamma narsa oddiy. Oylik to'lovlar amalga oshiriladi. Matritsa zanjiringizdagi yuqori qismga olib boradigan biznes o'rinlari soni bu to'lovdan 50 sent olganingiz sonidir. Shuningdek, 10 darajagacha chuqurlikdagi chiziqli marketing mavjud. Agar sizda biznes o'rindiqlari, bepul va hamkorlik tariflari bo'lmasa, unda siz bitta darajadan atigi 10% daromad olasiz. Agar sizda kumush reja bo'lsa, 3 ta liniya darajasi, oltin rejada 5 ta daraja, platinum rejada 10 ta liniya bonusi darajasi va platinum rejada sizda mos keladigan bonus mavjud. Matching bonusi bu sizning hamkorlaringiz chiziqli marketingdan olgan daromaddan foiz, 3 darajadan 10%. Masalan, birinchi liniyangizdagi referallaringiz $100 ishlab topdi. Siz esa qolgan bonuslardan tashqari $10 matching olasiz. Shuningdek, siz olib kelgan barcha reklama beruvchilardan ham daromad olasiz. Servisning reklama balansini to'ldirishdan keladigan foydaning 50% gacha. Bu yerda faqat reklama hisobini to'ldirish hisobga olinadi. Biznes joylarini sotib olish bu yerga kirmaydi.
Deyarli barcha tadbirkorlar doimiy ravishda yangi reklama manbalarini qidirayotganini hisobga olsak, siz bu yerga oz bizneslari uchun mijozlar va hamkorlarni topa oladigan juda ko'p odamlarni jalb qilishingiz mumkin va bundan siz muntazam ravishda oylik asosda yaxshi pul ishlaysiz. Bundan tashqari, har $15 xarid yoki biznes maydonini yangilash uchun siz sovg'a hisobingizda $5 olasiz. Uni banner yoki kontekstual reklama uchun sarflashingiz mumkin. Va endi ishga tushirishdan oldingi kampaniya boshlandi. Ishga tushirishdan oldin barcha biznes maydonlarini sotib olish uchun siz reklama balansining 2 baravarini olasiz. Shuning uchun vaqtni behuda sarflamang. Matritsadagi o'rningizni iloji boricha tezroq ta'minlang. Matritsaga qanchalik erta kirsangiz, shunchalik ko'p pereliv olasiz. Pereliv qancha ko'p bo'lsa, siz shunchalik ko'p daromad olasiz va ko'proq reklama olasiz.